Adamı kalbağım Baha vermem bana özgüler Siz dilemez yavatkan işi Söz çöcektim bizarmen bize Kandak yaşaş o menin işi Yol men işli dadamı getken Hikmanlı men ne gülmez pişi Büşkünlü anam tevretken Kandak yaşaş üzümün işi Öz kolumla üzümün erki Mala baha vermesin her kim Özge üçün yaşaydı yaşamaydı ki Kandak yaşaş üzümün işi Göz yaşımni körmen bilmem Bunca asan ahmaydı işi Menem üçün artık hem yemem Kandak yaşaş üzümün işi Yol men işli davamı getken Tikmanı men egilmez peşi Büşkünlü anam tevretken Kandak yaşaş üzümün işi Öz kolumla üzümün erki Mala baha vermesin her kim Özge üçün yaşaydı yaşamaydı ki Kandak yaşaş üzümün işi Öz kolumla üzümün erki Mala baha vermesin her kim Özge üçün yaşaydı yaşamaydı ki Kandak yaşaş üzümün işi Hoş Söhre. Mamukdek appak yığıvatkan karla bizning derizimizni çekip keng kainatni ak libasga o'rayotgan mana shunday romantik kunlar bizga bir chaqlarda keng dallarda qar saylis qilib sevgi sehrlarini pichirlashayotgan ana shu damlarni eslatadi. To'g'ri aytdingiz Maynur. Bugungi kunda ana shu shirin asmalardan xushallik ham tasalli istaydigan bo'ldik. Yazda yağan yağmur mu kar mı? Kar astıda kalgan bahar mı?
endi Sahrayım gideyim endi Yarını oyla yüreğim endi Armanlarga toldu yürek Yarını oyla yüreğim endi Dastanlarga toldu yüreğim O sevgi otları şunda uçtum Sevgilim benden keçtim O sevgi otları şunda uçtum Sevgilim benden keçtim O sevgi otları şunda uçtum Sevgilim benden keçtim Bu dünyada babamı var mı? Yine yığlar oldu yüreğim Yine yığlar oldu yüreğim Maydondagi tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar shu topda diqqatinglarda bo'layotgani Okean televiziyasi bilan Urum shahri Tianshan rayonlik yakka xususiy korxonchilar jamiyati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi yangi yillik san'at kechiligi. Biz yuqorida aytib o'tdik, bizning bu qitimqa kechiligimizni Shinjong Safiya xalqaro sud chekli shirkati alayida qo'llagan. Bizning bu qitimqa kechiligimizga nurg'ulg'an yo'lboshlar, otamonlar, shundoqla korxonchilikda natija qozongan qarindoshlarimiz alayida qadam tashrif qildi. Shundoq qaraydigan bo'lsam, bizningki diyorimizdagi har qaysi korxonalarniki o'z orbitasidan chiqib ketmay ravon ravishda taraqqiy qilish uchun o'ziniki kuchini, maslahatini berayotgan bizniki korxona maslahatchi deb atilib kelayotgan hurmatli ustozimiz To'xticho'ng apandim alayda qadam tashrif qildi. Assalomu alaykum To'xticho'ng apandim. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. So'rin ahli. Hammanglarning yangi yiliga muborak bo'lsin. Va alaykum assalom, rahmat. Bugün Okean televiziyasining bu yangi yillik kechiligiga qatnashib, shundoq iftiqorlandim. Shundoq. Bu qitim partiya hukumatining rahbarligi va har qaysi korxonchilarning qo'llab-quvvatlashi bilan mana shundoq cho'ng tipdagi faoliyatni o'rinlashtiribdi. Okean televiziyasining bu yillik yangi yillik faoliyatiga muborak bo'lsin va buningdan keyinmi mana shundoq qutlug' ma'rakalarni o'rinlashtirishiga chin ko'nglimdan tilakdoshman. Ko'pchilik rahmat. Rahmat aka, salomat bo'ling. Vaqt munosabati bilan sizni jiq gap tutmay, aslida qanday qilgan chaqda 2017-yilda texmi ko'p pul topqili bo'ldi degan savolni bek so'rag'im bordi. Undoq bo'lsa-da bu maslahatni bizningki Okean televiziyasininki Ipak yo'ldagi korxonchilar muvaffaqiyat programmasida yana davomli ekran yuzi orqali qarindoshlarimizga yetkazib berishingizni umid qilamiz. Ham shunday qilganligingizga ishonamiz. Qarindoshlarimizninki Okean televiziyasining barliq programmalarini dal vaqtida qo'ymay ko'rish orqali o'zining ma'naviy dunyosini texmi beyitishini, shundaqla o'zini tashviq qilishni xohlaydigan korxonchilarimizningki mana bu programmaga aktivlik bilan ovoz qo'shishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Barliq korxonchilarimizni, barliq ko'rmanlarimizni televiziya programmalarimiz orqali yuragimizdan qizg'in qarshi olamiz. Bizningki bugungi mana shu yig'ilishimizningki sohibxoni bo'lgan qarindoshlarimizdan, ya'ni bizni alayda qolgan qarindoshlarimizdan Shinjong Safiya xalqaro sud chekli shirkatininki vakili bo'lgan Aminada nihoyatda chiroyli libos bilan yasinib, chiroyli tabassumda o'ltiribsiz. Sizni birinchi rat ko'rib xush olduk. Amaliyotda ayol korxonchilarimizni, ayol igilik tiklagan do'stlarimizni ko'rsak, ularga hurmat bildiramiz, ularni ayaymiz, shundaqla ularni qo'llaymiz. Sizningki yangi yillik tilaklaringizni bir anglab baqqan bo'lsak. Assalomu alaykum. Qishning qayerdan sovuqlari qaramay bugünkidek 2017-yillik Safiya Muborak yangi yillik san'at kechiligimizga qadam tashrif qilgan barliq mehmonlarga chin dilimda rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Biz iste'molchilarimizning kuch qo'llashi, partiya xalqning yaxshi rahbarligi asosida
vakolatchilarimizning bizga bir niyat bir maqsadda hamdam bo'lishining asosida bugunkidek Safiya shirkatimizning 3-yillik yangi yillik san'at kechiligini o'tkazib o'tiribmiz. Xo'sh. Mushu iste'molchilarimizning kuchli qo'llish bo'lgan ahvol ostida biz yana 4-chi, 5-chi ham 6-chi yillik san'at kechiliklarini birlikda o'tkazishni chin dilimizdan umid qilaman. Ham shundaqla barliq mehmonlarning vaqtini chiqarib mush kechilik qadam tashrif qilganiga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Biz 2016-yili barliq g'am qayg'ularni unutib, yaxshi bo'lgan bir yillarni boshlab bu yilni uzib o'tiribmiz. Xo'sh. 2017-yili barliq do'stlarimga mening demoqchi bo'lganim, mushu 2017-yilni eng yaxshi natijalar bilan, eng yaxshi xo'shal kayfiyat bilan, eng yaxshi o'zining utuq natijalari bilan, o'zining yuksak nishon orzulari bilan ko'zlagan orzu armonlarga tang bir niyat bir maqsadda o'rtaq nishon uchun o'zimizningki kelgusi parlaq qadamlarimiz uchun o'rtaq yetishimizni umid qilaman. Bundan ortiq chiroyli tilaklar bo'lmaydi. 2017-yili sizga va bizga jumladan naq maydonda bizningki Safiya 2017-yillik muborak yangi yil san'at kechiligiga ishtirok qilayotgan barliq Gulchiroy xonimlarga bardam apandimlarga yarashib kelsin. Tilaklaringizga rahmat. Qani, marhamat. Chiroyli guldastlar bilan sizni uzatib qo'yaylar-da. Rahmat.
Hammalarga ayonki san'atkor xalqning tarbiyachisi, davr vijdonining qaynoq bo'liqi, insoniy tafakkurning muqaddas tug'utisi, tarixning ilhomchisi, bizga ro'yi ozuq ato qilib kelayotgan shu san'atkor qarindoshlarimizga biz har vaqt yuragimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Ularga texnik katta utuq, nusrat, natijalarni tilaymiz. Mana shu so'zlarimizning dalili sifatida bizning yana bir qimmatli mehmonimiz bo'lgan shunaqla san'atkorlarimiz qatorida nihoyat hurmat bilan tilga ilinib kelayotgan bizning atog'liq yosh naqshchimiz ma'rifparvar san'atkor Mo'minjon Abdukim efendimni sahnamizga taklif etamiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli azizlarimiz, yaxshi niyatli kishilarimiz, qo'llag'uvchilarimiz, hammalarniki yangi yilga muborak bo'lsin. San'atimiz uchun izchil to'p qo'shayotgan Okean televiziyasi va shundaqla bir qancha yillardan beri yangi yil uchun harmay o'zininki qo'llashini aymayotgan Safiya shirkatiga utuqlar bo'lsin. Tijorat davomli ro'naq topqay, yangi yilda yangi manzillarga, yangi utuqlarga, yangi mo'l husullarga erishgay deb tilaymiz. Tövendeki lirik kuyimiz har qaysi aziz do'stlarimiz uchun. Qani, marhamat. Qara gözleri sürme, menden yüzünü örme. Mehirlik nazarın solğun, kalbimden dertlerim algın. Qara gözleri sürme, menden yüzünü örme. Mehirlik nazarın solğun, kalbimden dertlerim algın. Gözleri canlı adağı, sözleri şirin ahu. Kaldın hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri canlı adağı, sözleri şirin ahu. Kaldın hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Hayatım cefa sensiz, yetmeydi ama sensiz. Yenimde bulay değmem, aşkında öley değmem. Hayatım cefa sensiz, yetmeydi ama sensiz. Yenimde bulay değmem, aşkında öley değmem. Gözleri canlı adağı, sözleri şirin ahu. Kaldın hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri canlı adağı, sözleri şirin ahu. Kaldın hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Nigahımda yandırgın, visalımda kandırgın. Cigaylığın sen tensiz, tüllerim kara sensiz. Gözleri cellat ahu, sözleri şirin ahu. Kaldım bu hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri cellat ahu, sözleri şirin ahu. Kaldım bu hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Gözleri cellat ahu, sözleri şirin ahu. Kaldım bu hep sonunda, aşkımda tutkunumda. Aşkımda
Yüzdek 9 kız 30 er buldu Şatlığı toynayan susamadır Oynap yaş balla çılık ter buldu Şatlığı toynayan susamadır Oynap yaş balla çılık ter buldu Toy buldu, toy buldu Bugün yine toy buldu Toy buldu, toy buldu Bugün yine toy buldu Toyga soygını Hoşkar toy buldu Toyga soygını Hoşkar toy buldu Yaş balla çılık ter buldu Oynap yaş balla çılık ter buldu Muşu fursatda kechiligimizni alohida qo'llagan Shinjang Safiya Xalqaro savdo chekish sherikatiga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Undan boshqa kechiligimizning ro'yobga chiqishi uchun yaqindan yordamda bo'lgan Urumchi Ostona mehmonxonasi, Xiyol Xalqaro savdo chekish sherikati, Shinjang Efrat Xalqaro savdo chekish sherikati, Arka to'y mulozimat markazi, Faxrim Xalqaro savdo chekish sherikati, Million gul gulchiligi ve onundan başka keçilikimizden obraz layihalash xizmatiga mas'ul bo'lgan Razmen to'y girim to'y suratchiligiga ve Jula Baxrinsa ziyofat zaliga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Güzellerning siri, attirgul javhari. Seningdan aylansin go'zallik. Safiya kechilik yuz malhami. Go'zallik uchun yo'l boshlag'uchisan. Nurani yuzlarning asrag'uchisisan. Her qandaq teriga mos keladigan Safiya aloe yelimi terini chingitib, don xurakni unumli tizginlaydi. Safiya yurishliklari. Safiya. Turpan dunyoga donliq bir makon. Turpanda yana bir makon bor. U bo'lsa Turpan makon savdo shaharchisi. Harakat darkatni topadi. Sayohat qilgach tabobat qiling. Kelgusi uchun mablag' selish kerak. Dal joyga selingan mablag' sizni o'yilmagan manfaatlarga erishtirdi. Sayohat bilan tabobat birlashganda haqiqiy nafga erisha olasiz. Do'kon demak, kon demak, barakat ko'p do'konda. Mablag' seling, boy bo'ling, Turpandagi makonda. Chekrimdagi go'zallik, qalbimdagi mamnunlik mening ishonchimni kuchaytirdi. Safiya aloe yelimi teri to'shikchilarini kichiklatib, donxo'rak chiqishni tizginlaydi. Terini chingitib, yashartdi. Safiya atirgul javhari uyqu malhami suv va oziqlik bilan to'liqlab, daqsab kun tushishining oldini oladi. O'simlik tarkibli go'zallashtirish yurishlik meyi, teri asrash va go'zallashtirishdagi aktiv qolishi. Safiya go'zallik uchun
ana tamoqlarim o'xshabdimi? Elinglar. Pek o'xshabdi. Ay xosiyat, yaqinning yaqin mening aytgan tamaqim bizning uyda kerak faqat tegmadi. Qanday qilsam bo'lar? Bizning uydami shu? Bizning uydami shu? Hammalarning uyida-chi, menkam. Bizning uyda men bo'lsam-la bo'ldik, siz nima ekan bo'lsiz? Sizlar menkamning nimaligini bilmaysizlar. Shu aytgan tamaqlar o'xshamaydi. Nimani? Aytgan tamaqlarda menkam yurishlik xurishlari kam bo'lmasin. Menkam yurishlik xurishlari. Voy Molla Zaydin, buncha aldirash nega mangdi? Dinlarimni og'limakdi. Kim oldi bu dinlarim degan? Men maysanni olman. Dinlarimni olman. Lekin o'zlarini olmaymanchimi? Olmaxan, dinlarim degan bu vaqtdan bu vaqtgacha, erdan ayolgacha hammasiga mos keladigan dinlarim oqsil tolqini. Hey, shundoq yaxshi narsa bo'lsa, men xonachimlarni unutib qolmag'aylar. Yo'qsin, dinlarim oqsil tolqinini olmaxanlar emas, hammalarga tavsiya qilaman. Güller o'sin talashqan gül yaşlıqning paslida Güzellikning qasrini bizga oshqan roziman. Qo'sh yurakning beg'ida chechaklisi muhabbat. Sahardagi cho'lpondek Kulib baqqan roziman. Gül hayotga so'yguga ko'ngil qongan bormikin? Shad baxtiyor kunlarga baxt qaqqan roziman. Roziman to'ygirim to'y suratchiligi. Men hayotimni taqdan qaytgan aks sadoga o'xshatdim. Hayotga, turmushga samimiyat, mehr, muhabbat va mas'uliyatchilik bilan muomala qilgan edim. Erishganim, baxsh etganimdan ko'p bo'ldi. 2017-yilga orzu umidlar bilan tikilgan edim. 2017-yilmi menga kengri quchoq ochdi. Men bir yillik mo'l uzulimdan shodlanib, 2017-yilga yangi planimni, yangi nishonimni sundim. Albatta bu yangi yil menga texmi zo'r ishonch ato qildi. Men shundaq bir kishning turkisida yelkamga ulug'vor nishonlarimni yudib, umidvorlik bilan 2017-yilga atlandim. Men oppoq qor ustida g'ich-g'ich tasab ketyapman. Mana bu 2017-yilning menga sungan yiqimliq muzikasi. Men bu yiqimliq melodiyaning rasmini. Cümleden hammaylan 2017-yilga go'zal arzu maqsadlar bilan umidlik ko'zlarimiz bilan tikilyapmiz. Arzuyimiz, tilagimiz 2017-yilda dunyo yaxshiliklari, barcha xayrli ishlar hammaylarga birlikda yor bo'lsin. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, Okean televiziyasi bilan Urumchi shahri Tiansharayliq yakka xususiy korxonchilar jamiyati birlashib uyushtirgan Shinjang Safiya xalqaro savdo chekish shirkati alohida qo'llagan Safiya 2017-yillik muborak yangi yil san'at kechiligi mushada oxirlashdi. Oxirida barcha qarindoshlarimizning ishlariga utuq, turmushi xotirjamlik, oilasiga xo'shallik tilaymiz. Qarindoshlar, yangi yilingizga muborak bo'lsin. Omon bo'linglar, Xayr xo'sh. Güldek to'qqiz qiz 30 bo'ldi. Shodlig'i to'yning uzun samadur. O'ynab yosh qollar chiliqtar bo'ldi. Shodlig'i to'yning uzun samadur. O'ynab yosh qollar chiliqtar bo'ldi. To'y bo'ldi, to'y bo'ldi. Bugun yana to'y bo'ldi. Toy bo'ldi, bugun yana toy bo'ldi. Toyga toyg'ini, qo'shqar qo'y bo'ldi. Toyga toyg'ini, qo'shqar qo'y